Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugungi videomiz ustunlar haqida bo'ladi. Tushda ustunlarni ko'rishlik nimalarga ta'bir qilinadi? Tushdagi ustunlar suyaniladigan har bir narsaga ishora bo'ladi. Shuningdek, u islom, Qur'on, sunnat, fiqh, dinga va podshohga, hokim, ota, hoja, vasiy, guvoh, xotin, tog'a kabi zotlarga ishora bo'ladi. Agar tush ko'ruvchi ayol kishi bo'lsa, tushida ustunlarni ko'rsa, eriga ishora bo'ladi. Agar erkak kishi tushida ustunlarni ko'radigan bo'lsa, yigit kishi agar tushida ustunlarni ko'radigan bo'lsa, otasiga ishora bo'ladi. Agar tush ko'ruvchini tushida ustunlar yiqilsa, u bilan kim nisbatlansa, shu odamning kasal bo'lishiga ishora bo'ladi. Yana ustun osmonga chiqib g'oyib bo'lib qolganligini ko'rsa yoki quduqqa tushib yo'q bo'lib qolganligini ko'rsa, ushbu tushda kim nisbatlangan bo'lsa, o'sha inson vafot etishiga ishora bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqmasa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.